Farzandlardan rozimisiz, hojonim? Farzandlardan rozimisiz? Duo qiling. Hoji akamlar ikkita jannatda aylanyapti ekanlar inshaalloh. Ikkita o'g'illarimizlar? Hoji aka havas qildik. Alloh bizni ham mana shunday baxtga musharraf qilsin hammalarimizni. Muhtasham Travel'dan mana onaxonni olib duolarni olaman deb ikkovlari mana inshaalloh aylanishyapti. Onaxonni roziliklarini olamiz deb. Inshaalloh haramda qilingan duolar ijobat. Mana ko'ryapsizmi? Hammalarimizga mana shunday baxt nasib qilsin. Onaxon, farzandlardan rozimisiz? Rozimisiz? So'rashyapti. Keng. Mana ikkinchilari olishyapti inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Hammalarimizga shunaqa baxt musharraf qilsin. Farzandlardan rozimisiz? Hojonim? Farzandlardan rozimisiz? Duo qiling. Rozi bo'ling hammalaridan. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni shunaqa baxtga musharraf aylasin. Duo qilyaptilar jicha onaxonni. Shovqinda eshitib bali qila olmadilar. Duodaman deyaptilar. Hammamizni ana shunaqa baxtga musharraf aylasin.